Qanday qaror kelinglar mamichkalar, bu videoni aniq ko'rmasanglar bo'lmaydi. Bu kola to'kilgan soch bo'lib turgan gilamimizni bitta lagrimni pilososida mushi masatkasida yuvib oldik. Qaranglar, top-toza qup-quruq, hatto nam bo'lib qolgani yo'q. Endi suvini almashtirib, havoni tozalaymiz. Biz ko'rmagan, bilmagan changlar qaranglar qancha. Uyimizni changlardan tozalab, kislorodga to'yintirib, endi освежителlardan foydalanamiz. Bu nasatkasida matraslarni yuvasanglar bo'ladi. Ayniqsa shu paketik juda ham udobni, o'zini ichidan chiqadi. Yig'ib olib qo'yganinglardan keyin narsalaringiz g'ijim bo'lib qolmaydi. Naborot ishib pushist bo'lib qolarkan. Bu nasatkada matraslarni pilosos qilib oldim. Qaranglar qancha chang chiqdi qizlar. Bu pilososga ortiqcha gapga hojat yo'q. Top-toza deb o'ylagan uyimizdan qaranglar qancha chang. Bu do suv edi. Bunisi posle. Agar sizlarni ham bu chudo pilosos qiziqtirgan bo'lsa, birinchi bo'lib 20 ta qoldirgan nomerga juda ham katta skidka qilib berishadi va albatta o'zini sovg'asi ham bo'ladi. Sizlarga nomerlar qoldiraman.